Lola, qarang, oradan 9 oy vaqt o'tib ketibdi-ya, ko'z ochib yumgunga qadar. 1-sentyabr kuni siz bilan Seven School maktabida ko'rishgan edik. Men jiyanlarim olib keldim, siz farzandlaringizni. U chorak vaqt o'tdi. Nima o'zgardi qani jiyanlaringizda sizda? Bir mahal qarasam, ingliz tilida bemalol gaplashishyapti. Va undan tashqari ahamiyat berib sezgan narsam shu bo'ldiki, ularda fikrlash doirasi o'zgardi. Bizni kuzatganlarga aytdik, va'da berganimiz, haqiqiy o'zimizni fikrimizni aytamiz. Ya'ni yo'q narsamiz borni aytamiz deb. Masalan, men o'zim bolalarimni ham kitob o'qishga qiziqish juda ham kuchli. Matematikasi, ingliz tilisi, ayniqsa Malayziyaga borganimizda bu narsani yaqqol ko'rdik. Chet xorijda baribir ham bola o'zini qanaqa tutadi? Erkin, tilni tushunsa, tushunmasa o'zini fikrini bildirishga harakat qilyapti. Bu zo'r, ya'ni bola kommunikatsiyaga ancha kirishib qolgan. Xuddi shunday. Azizlar, rostdan ham sizga 1-sentyabr kuni va'da bergan edik, Seven School maktabidagi farzandlarimizdagi o'zgarishlarni sizlarga yoritib boramiz deb. Yaqin kunlarda Seven School maktabida ochiq eshiklar kuni bo'ladi va siz bemalol kelib farzandingiz qanaqa maktabda o'qishini va farzandingizda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Chunki u yerda bizni ham bolalarimiz bor va biz ularning natijasidan mamnunmiz. Albatta Seven School maktabini tanlashingizni xohlardim. Farzandlarimiz umrbodlikka do'st bo'lib qolsa, ne ajab.